Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Davidov Yunus Jumayevich, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisiman. Sizlar bilan hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan orfografiya bo'limi haqida umumiy ma'lumot mavzusini ko'rib o'tamiz. Bugungi mavzumiz quyidagi rejaga asoslanadi. Birinchi rejamiz orfografiya haqida ma'lumot, ikkinchi rejamiz imlo to'g'risidagi qonunning ahamiyati va uchinchi rejamiz orfografik tamoyillar. Demak, ma'lumki, orfografiya orfo to'g'ri, grafo yozmoq, chizmoq degan ma'noni anglatadi va bu tilshunoslikning bu bo'limida biz to'g'ri yozish qoidalarini o'rganamiz, ya'ni imlo qoidalarini o'rganamiz. Imlo so'zi ham arabcha to'g'ri degan ma'noni anglatadi. Demak, bu bo'limda biz to'g'ri yozish qoidalarini o'rganamiz. Demak, o'zbek yozuvi uchun hozirgacha 2 marta imlo qoidasi tasdiqlangan. Bittasi kiril alifbosidagi o'zbek yozuvi uchun, bittasi lotin alifbosi asosidagi o'zbek yozuvi uchun 2 marta demak imlo qoidalari tasdiqlangan. Birinchisi 1956-yil 4-aprelda va ikkinchisi 1995-yil 24-avgustda. Kiril alifbosi asosidagi o'zbek orfografiyasining asosiy imlo qoidalari 5 bo'lim 72 banddan iborat. Lotin yozuviga asoslangan o'zbekning asosiy imlo qoidalari 1995-yil 24-avgustda tasdiqlangan bo'lib, 7 bo'lim 82 banddan iborat. Demak, bular harflar imlosi, asos va qo'shimchalar imlosi, qo'shib yozish, chiziqcha bilan yozish, ajratib yozish, bosh harflar imlosi va ko'chirish qoidalari kabi 7 bo'limni o'z ichiga oladi. Hurmatli tinglovchilar, siz bilan bugun asosiy ko'radigan mavzumiz orfografik tamoyillar. Demak, ayrim darsliklarda yozuv qoidalari deb beriladi va ayrim qo'llanmalarda prinsiplar deb beriladi. Demak, orfografik prinsip yoki orfografik tamoyillar haqida gaplashamiz. Buning ham bo'linishi, demak, bo'lib o'rganilishi turli adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi va albatta har bir adabiyot demak, albatta bizga kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi. Biz bugungi darsimizni quyidagi bo'lingan holatda bo'lib sizga demak tahlil qilishga harakat qilamiz. Ya'ni birinchisi fonetik tamoyil, ikkinchisi morfologik tamoyil, uchinchisi grafik tamoyil, to'rtinchisi tarixiy an'anaviy tamoyil, beshinchisi differensial ya'ni farqlash tamoyili, navbatdagisi shakliy tamoyil, keyingisi semantik uslubiy tamoyil va oxirgisi sintaktik tamoyil. Demak, bu tamoyillar nima degan savolga qisqacha javob berishga harakat qilaman. Tamoyillar, ya'ni biz qaysidir so'zni qaysi tamoyilga muvofiq shunaqa yozildi degan savolga javob beradigan yozuv qoidalari hisoblanadi. Demak, mana shu qoidaga ko'ra shunaqa yoziladi degan javobni berishimiz uchun albatta bu tamoyillarni yaxshilab o'rganib olishimiz zarur. Birinchi tamoyilimiz yoki birinchi yozuv qoidamizning nomi fonetik yozuv qoidasi. Avvalambor yana e'tiboringizni shunga tortmoqchimizki, demak, bu tamoyillar orfografiya bo'limida o'rganiladi. Demak, fonetik tamoyildagi fonetik bizni chalg'itmasin. Demak, fonetik tamoyil bu orfografiyaning yozilish qoidalaridan bittasi. Demak, to'g'ri yozishni ko'rsatadigan qoidalardan biri hisoblanadi. Orfografiya bo'limini o'rganmoqchimiz siz bilan. Demak, fonetik yozuv qoidasi nima? Asosga qo'shimcha qo'shilganda yuz beradigan tovush o'zgarishlari, ya'ni tovush tushishi, ortishi, almashinishi yozuvda aynan aks ettirilish, ya'ni qanday aytilsa shunday yozish fonetik yozuv hisoblanadi. Demak, fonetik tamoyil asosida yozilgan so'z bo'lishi uchun so'z tarkibida fonetik hodisalardan biri kuzatilishi kerak, ya'ni tovush tushishi, ortishi, almashinishi kuzatilib va yozuvda aks etishi fonetik yozuv qoidasi hisoblanadi. Oddiyroq aytadigan bo'lsak, fonetik yozuv qoidasi bo'lish uchun ikkita sharti bor ekan. Birinchi sharti so'zda tovush tushgan, ortgan, almashgan bo'lishi kerak va ikkinchi muhim sharti ana shu fonetik hodisa yozuvda aks etgan bo'lishi kerak. Fonetik yozuv qoidasining asosiy vazifasi, demak, yozuvimiz va jonli talaffuzimizni bir-biriga bog'lash vazifasini bajaradi. Demak, ma'lum darajada umumiylikni saqlashga xizmat qiladi. Ya'ni so'zlarni butunlay boshqacha talaffuz qilib, boshqacha yozishdan saqlashga xizmat qiladi. Ayrim tillarda, masalan, ingliz tilida fonetik tamoyil asosida yoziladigan so'zlar deyarli kuzatilmaydi. O'zbek tilida esa bu narsani faol kuzatishimiz mumkin. Masalan, ong so'ziga la qo'shimchasini qo'shganimizda ongla deb talaffuz qilmaymiz. Biz angla deb talaffuz qilamiz va aynan shu talaffuzdagi variantini yozamiz.
o'g'il, ko'ngil, singil, burun kabi so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda, masalan, o'g'il i desak, o'g'il i deb talaffuz qilmaymiz, o'g'li deb talaffuz qilamiz. Yoki singil i emas, singli yoki singlisi deb talaffuz qilamiz. Umuman asosga qo'shimcha qo'shilganda bu so'zlarda tovush tushish hodisasi kuzatilyapti. Demak, o'sha tovush tushish hodisasi talaffuzda kuzatilyapti va yozuvda ham aks etyapti. Shu sababli fonetik yozuv qoidasi deb baholaymiz. Demak, aynan fonetik yozuv qoidasining shartlari xuddi shunaqa edi. Yoki yig'la desak, asosi yig'i, la qo'shimchasi qo'shilganda yig'ila deb talaffuz qilmaymiz. Ya'ni i'ni tushirib tashlaymiz, yig'la deb talaffuz qilamiz va yozuvda bu aynan yig'la tarzida aks etadi. E'tibor berganingizdek, demak, so'zlarni yozganimizda fonetik yozuv qoidasi bo'lishi yo tovush tushgan, yo ortgan yoki almashgan bo'lishi talab etiladi. Endi ayrim so'zlarning talaffuzida fonetik hodisa kuzatiladi, lekin yozuvda bu narsa aks etmaydi. Masalan, Toshkent, Samarqand, Farzand, Do'st, Go'sh kabi, daraxt kabi so'zlarning oxirida ba'zan tovushni talaffuz qilmaymiz. Oxirgi tovushni talaffuz qilmaymiz. Tovush tushish hodisasini kuzatamiz, lekin bu narsa yozuvda aks etmaydi. Demak, bu fonetik yozuv qoidasi bo'lmaydi. Chunki fonetik yozuv qoidasi bo'lishi uchun aynan yozuvda aks etgan bo'lishi kerak. Yoki arabcha o'zlashma ayrim so'zlarda biz bitta ye tovushini qo'shib aytamiz. Umuman tovush ortilish hodisasini yuzaga keltiramiz talaffuzda. Masalan, doim emas, doim, shoir emas, shoir, yoki muallim emas, ma'lim kabi so'zlarda demak talaffuzida yo tovush tushirib yoki tovush orttirib talaffuz qilamiz, lekin bu narsa yozuvda aks etmaydi. Demak, bular ham fonetik yozuv qoidasi hisoblanmaydi. Demak, sababi fonetik hodisa yuz berishi kerak va o'sha yozuvda ham aks etsa fonetik yozuv qoidasi hisoblanadi. Navbatdagi tamoyilimiz bu morfologik yozuv qoidasi. Morfologik yozuv qoidasi o'zakka qo'shimcha qo'shilganda yuz beradigan tovush o'zgarishlarini inobatga olmaslik. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, demak, fonetik yozuv qoidasida fonetik hodisa yuz berib yozuvda aks etsa, morfologik yozuv qoidasida aksincha talaffuzda qanaqadir fonetik hodisa kuzatilishi mumkin, lekin yozuvda aks etmasa morfologik yozuv qoidasi hisoblanadi. Demak, morfologik yozuv qoidasi yoki morfologik tamoyil tilda bir xillikni ta'minlashga xizmat qiladi va e'tibor berganimizdek, bu yozuv qoidasining asosiy qismini tashkil qiladi. Ya'ni ko'pchilik so'zlarimiz aynan mana shu qoidaga muvofiq yoziladi va albatta morfologik yozuv qoidasi tilda bir xillikni saqlashga xizmat qiladi. Ya'ni biz barcha so'zlarimizni fonetik yozuv qoidasiga yozishimiz mutlaqo mumkin emas. Sababi bitta so'z turli joyda turlicha yoki turli vaziyatda turlicha talaffuz qilinishi mumkin. Endi qaysi birini yozuvga kiritamiz degan muammo paydo bo'ladi, muammo ko'ndalang bo'ladi. Demak, ana shunaqa muammolarni hal qilish uchun morfologik yozuv qoidasi xizmat qiladi. Ya'ni biz qanday talaffuz qilishimizdan qat'iy nazar tanlangan bitta, demak, adabiy til uchun me'yor sifatida tanlangan bitta shakli bo'ladiki, qanaqa talaffuz qilinishidan qat'iy nazar xuddi shu tarzda yozamiz. Masalan, boribdi, boribdi deb talaffuz qilishimiz mumkin. Yana boshqa holatda talaffuz qilishimiz mumkin, lekin yozayotganda bor ibdi. Bor asos, ib demak zamon qo'shimchasi, diz shaxson yoki zamon shakli ham deb beriladi. Zamon shakli qo'shilyapti, ya'ni aslida asos va qo'shimchalar aslida qanday bo'lsa, xuddi shunaqa yozilishi morfologik yozuv qoidasi hisoblanadi. Demak, hech qanaqa fonetik hodisa kuzatilmaydi. Masalan, toqqa yoki boqqa deb talaffuz qilishimiz mumkin. Yozayotganda esa asos tog' qo'shimcha ga. Demak, asli saqlanyapti yoki bog' ga yozayotganda, demak, lotin alifbosi asosidagi o'zbek alifbosi asosida yozsak, tog'ga, bog'ga kabi yozamiz. Demak, bu aynan morfologik yozuv qoidasi asosida yozilgan bo'ladi. Ya'ni e'tibor bersak, aslida qanday bo'lsa, asli holi qanday bo'lsa, yozayotganda ham xuddi o'sha holat saqlanadi va shu holat, ya'ni fonetik hodisalar inobatga olinmaydi. Demak, bu tamoyilga ko'ra variantlardan biri tanlanib, yozuvda tanlangan variant asos qilib olinadi. Navbatdagi tamoyilning nomi tarixiy an'anaviy yozuv qoidasi.
demak so'zning hozirgi talaffuz me'yoriga mos kelmaydigan, qadimdan o'zlashib qolgan shaklda yozilishi tarixiy an'anaviy yozuv qoidasi hisoblanadi. Demak, ayrim so'zlarimizni hozir unaqa ishlatmaymiz, shakllar o'zgargan bo'ladi. Demak, chunki bilamizki, til ijtimoiy hodisa. Jamiyatdagi o'zgarishlar albatta tilda o'z aksini topadi. Demak, o'sha davr o'tishi bilan qo'shimchalar yoki so'zlar o'z shaklini o'zgartirishi mumkin. Hozir biz o'sha hozirgi holatda ishlatyapmiz, lekin tarixda uning shakli boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ana shu tarixdagi shaklini saqlab yozishimiz bu tarixiy an'anaviy yozuv qoidasi hisoblanadi. Ya'niki hozir badiiy asarlarda biz bu shaklni ishlatsak ham noto'g'ri hisoblanmaydi. Aynan tarixiy an'anaviy yozuv qoidasidan foydalangan bo'lamiz. Masalan, ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim senga. Demak, ko'rgani emas, gali shakli. Ko'rgali keldi desak, demak bu ham hozirgi kunda o'sha xato yozilgan deb baho bera olmaymiz. Chunki tarixda xuddi shu tarzda ishlatilgan yoki chor Rossiyasi deymiz. Ya'ni tsar aslida, ya'ni demak tsar so'zini ishlatmasdan tarixda qadimda bobolarimiz chor so'zini ishlatib kelgan va biz ham shuni tarixiy an'anaviy yozuv qoidasi asosida shu holatni qabul qilganmiz. Demak, tarixiy yozuv qoidasi tarixda ishlatilgan shakllarning hozirgi kunda ham ishlatilishini demak qoidalashtirib beradi. Navbatdagi yozuv qoidamiz bu farqlash yozuvi. Talaffuzi bir xil bo'lib qolgan ayrim so'zlarni yozuvda maxsus belgilar yordamida farqlaymiz va o'sha maxsus belgilar yordamida farqlab yozishimiz demak farqlash yozuvini yuzaga keltiradi. Masalan, biz tutuq belgisini olishimiz mumkin. She'r, da'vo yoki san'at kabi talaffuziga bir-biriga yaqin so'zlar, lekin yozuvda biz bittasida tutuq belgisini qo'yamiz, bittasida qo'ymaymiz va bu ham o'sha farqlash yozuvini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari urg'u ham xuddi shunaqa. Masalan, olma, ya'ni bir o'rinda ot, bir o'rinda fe'l bo'lyapti. Agar oxiriga tushganda urg'u ot, agar birinchi unlidan keyin tushsa, demak fe'l bo'ladi va buni ham yozuvda aynan bir xil yoziladi. Va agar biz urg'u bilan uni farqlab qo'yishimiz mumkin, bu ham farqlash yozuvini yuzaga keltiradi. Navbatdagi yozuv turi bu shakliy yozuv tamoyil ham deb yuritiladi yoki etimologik tamoyil ham deb yuritiladi. O'zlashgan so'zlarning shakli saqlanib bizda ham xuddi shunday yozilishi, demak shakliy yozuv qoidasi hisoblanadi. E'tiborli bo'lamiz. Demak, bu asosan o'zlashgan so'zlarda kuzatiladi. O'sha tildagi shaklini saqlab yozishimiz shakliy yozuv qoidasi hisoblanadi. Masalan, mutolaa, mushoira yoki zoologiya deb talaffuz qilsak ham demak zoologiya deb yozamiz. Ya'ni zo degani hayvon, logos degani fan, ta'limot degani. Agar biz uni fonetik yozuv qoidasiga o'tkazib zoologiya deb yozsak, ana shu ma'noni yo'qotib qo'yamiz. Demak, barcha so'zlarni ham biz o'zimiz talaffuzimizga moslashtirib olishimiz xatolik bo'lib qolishi mumkin, lug'aviy ma'nosini yo'qotib qo'yishi mumkin. Shu sababli aynan o'sha tildagi shakli saqlanadi va bu shakli yozuv qoidasini yuzaga keltiradi. Navbatdagi yozuv turi bu grafik tamoyil. Grafik tamoyil bu tamoyil demak aslida orfografiya qoidalarini emas, grafika qoidalarini belgilaydi. Ya'ni so'zlarning to'g'ri yozishini orfografiya emas, grafika hal qilgan bo'ladi. Buni biz j va j tovushlar bilan yoziladigan so'zlarda yoki ng harfi bilan neg harfini o'rtasida ko'rishimiz mumkin. Masalan, donga yoki jonga so'zlari bilan tong so'zidagi qaysi ng, qaysi neg, qaysi biri yoziladi degan savolni bu demak orfografiya emas, grafika hal qilgan, oddiyroq aytadigan bo'lsak, demak bu grafik tamoyil hisoblanadi. Yoki jurnal va jo'ra so'zlarini qanday talaffuz qilsa ham bitta belgi bilan yozamiz. Demak, o'sha orfografik muammoni grafikada hal qilingan hisoblanadi. Navbatdagi tamoyilimiz nomi semantik uslubiy tamoyil. Demak, semantik tamoyil bunda so'zlarning ma'nosiga qarab yoziladi. Masalan, lola bir o'rinda turdosh ot bo'lib so'zning o'rtasida kelganda kichkina bilan yoziladi va aynan gapning o'rtasida kelib atoqli ot bo'lsa bosh harfda yoziladi. Demak, uning bosh harfda yozilishini ma'nosi hal qiladi. Po'lat ham xuddi shunaqa yoki nilufar, yulduz kabi ismlarimiz ham aslida turdosh otdan o'tgan. Demak,
yulduz bir o'rinda kichkina, bir o'rinda katta harf bilan yoziladi va buni ma'nosi sema ma'nosi hal qiladi. Shu sababli demak semantik uslubiy tamoyil deb yuritamiz. Hop, oxirgisi sintaktik tamoyil. Bob, abzas gap boshidagi birinchi so'zning bosh harfda yozilishini sintaks bo'limi hal qiladi va demak sintaks bo'limida hal qilinganligi sababli ham demak sintak tamoyil deyiladi. Masalan, o'sha bob boshida kelyapti yoki abzas boshida kelyapti, turdosh bo'ladimi, atoqli bo'ladimi, boshqa turkumdagi so'z bo'ladimi, albatta bosh harf bilan yoziladi va bunaqa holat demak sintaktik tamoyil deb yuritiladi. Hurmatli tinglovchilar, mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Quyidagi manzillarimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.